Assalomu alaykum obunachilar. Azizlar, mana yangi ishlarimiz xudo xolasa ishlarimiz bitdi. Xudo xolasa mana o'choqlarimizni ham bitkazib qo'ydik inshaalloh azizlar. Kichkina qozonimiz o'rtasidan kiradigan bo'ldi. Hop, 60 litrlik qozonimiz, 22 litr, 80 litrlik qozonimiz. Azizlar, mana tandirlarimiz ham kechasi bilan 70 kilogram ko'mir bilan mana tandirimizni pishirib, hozir oqartirish jarayoni azizlar. O'ta mo'tadillik bilan yonmoqda. O'ta go'zal. Mana azizlar, bu tomonda o'choqlarimiz sinash jarayoni. Diqqat ilashtiring, tutun tortishlarini ham ko'rib qo'yamiz. Azizlar, xudo xolasa uzoqdan ko'rinishlari. Tandirimiz shlaka blokdan bo'ldi. Yonlarida mana pishig'ishdan bo'lgan varianti. Azizlar, hop, 1.25 ga tandirimiz tushdi. 3.15 ga 3 ta qozon. Qozonimiz shu o'rtasidan kiradigan bo'ldi. Mana ikki tomonga bemalol kirib, ikki tarafdan bemalol qilsa bo'laveradi. Ko'raylikchi bir qator tutun tortishlarini azizlar bir sinab ko'rib qo'yishimiz kerak, o'zimiz uchun ham yaxshi bo'ladi. Mana tutun tortishlari o'ta mo'tadil. Skvoznoy juda go'zal, ha? Bu qozonimiz yoqqanmiz. Buni eshigini yoping. Bu yoqmagan qozonimizni ham bir qator ko'raylik. Yoqmagan qozonim. Mana azizlar, bu qozonimiz yoqmadi, ammo tutun tortishini ko'ramiz. Qay holatda? Pastroqqa tushirsa ham bo'ladi mana azizlar. Tutunni pelesos singari ichkariga totyapti. Hop, 80 litrligimizni ham bir qator ko'rib qo'yaylik. Yoqib ham bordi qog'ozimizni. O, yana yonib ketdi. Mana tutun tortish azizlar. Yoqmagan holatimizdagi tutun tortish jarayoni. Bir qator yana ko'rsating, shu joyini. Mana azizlar. Tutunni aylantirib oqir ketyapti. Xudo xolasa. Azizlar, tandirimiz ham bitta. Endi tandirimizni bitta oqartirib qo'yiladi. Sovigandan so'ng bitta nomakob suvda oqyoqda atib qo'yiladi. Ko'pchilikdan savol bo'lyapti, shlaka blokdan ham qilsa bo'ladimi? Bo'ladi azizlar. Ammo rastvor bilan chiroyli qilib urilsa, yaxshi chiqaveradi. O'choqlarga ham pishirish ishlatish kerak. Постоянно o't yonib turadi. Razmeri ham to'g'ri kelmaydi o'choqda. Shuning uchun pishirish ishlatgan ma'qul. Mana azizlar. Bu joyga yana biz qaytib keldik, xudo xolasa. Bu manzil Farg'ona viloyati Toshloq tumani, mahalla nomi To'qiboy mahallasiga. Bu Xo'sh tog'amni taniysizlar. O'tgan safar ham chiroyli qilib o'g'illariga qilib berdik. Mana o'zingizni xonadoningizga keldi Xo'sh tog'a. U o'choqlarimizni sinadingizmi, yoqdingizmi, qalay bo'ldi tog'a? Hozir ishlar foydalanyapti, tandirlar ham hammasi. Hozir chiroyli. Ko'nglingizda bo'ldimi bu ishlarimiz ham? Ma'qul bo'lgani uchun mana yana sizlar tayyorlab qildik. Alloh rozi bo'lsin. Xudo xolasa. Ham keng bo'ldi joyimiz. Joylarimiz ham chiroyli bo'ldi. Endi sekin-sekin mahallaga ketilaveradi bitta-bitta. Duo qilib, chiroyli qilib, xudo xolasa. Yaxshi kunlar ishlating, Xo'sh tog'a. Amin. Kasb-korlaringga Alloh fayz baraka bersin. Qilayotgan ishlaringga rivoj topganlaring ham fayzli, barakali. Nima tilab maqsadlaring bo'lsa, Allohim oxirini ham oqibatini chiroyli qilsin. Allohu akbar. Salomat bo'ling, sog' bo'ling Xo'sh tog'a. Mana azizlar, Mehrikilol kanallarimiz bor. Yozsalaring chiqaveradi. Endi tog'am u ustiga bir qator zonti o'rnatib qo'yilsa, tutun tortishi. U montaj ishlari bor ekan, uni o'rnatib qo'yilsa chiroyli bo'lib qoladi. Azizlar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Obuna bo'lish esdan chiqmasin. Bizni kuzatib boringlar.